Hududlarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar fuqarolarning muammolarini qisqa muddatda va samarali tarzda hal qilishga yordam bermoqda. Hududgaz Andijon gaz ta'minoti filiali tomonidan ham mahallalarda bu borada qator ishlar olib borilyapti. Navbatdagi lavhamiz aynan shu mavzuga qaratiladi. Hududgaz Andijon gaz ta'minoti filiali mutasaddilari iste'molchilarning gaz ta'minotidagi muammolarni hal qilish maqsadida Izboskan tumanidagi mahallalarda bo'lishdi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi, xalq qabulxonalari va boshqa tashkilotlarga yo'llangan murojaatlar soni va mazmuniga ko'ra tahlillar amalga oshirildi. Shu asosda tumandagi Elatan va Solboshi mahallalarida aholining fikrlari o'rganildi. Yil boshidan buyon Izboskanliklardan suyultirilgan gaz masalalariga oid 190 ta murojaat yo'llangan. Shu jumladan 167 tasi ta'minot va 23 tasi maishiy gaz ballonlari bilan bog'liq. Dastlab Elatan mahallasidagi iste'molchilarning xonadonlarida suyultirilgan gaz ta'minoti, maishiy gaz ballonlari bo'yicha suhbatlar o'tkazildi. Mazkur mahallada 865 nafar suyultirilgan gaz iste'molchisi mavjud bo'lib, yil boshidan buyon mahalladan 8 dona murojaat tushgan. Aholi vakillari bilan uchrashuv davomida har bir xonadonga onlayn tizim asosida yetkazib berilayotgan suyultirilgan gaz, undan foydalanish qoidalari borasida ma'lumotlar olindi. Shuningdek, is gazi va uning oqibatlari, ID kartalarning ahamiyati haqida ham tushunchalar berildi. 686 nafar iste'molchi bo'lgan Solboshi mahallasida ham aholi bilan uchrashuv vaqtida ularga suyultirilgan gazdan foydalanish qoidalari, maishiy gaz ballon va ID kartalar olish tartibi, ta'minot muddati, nazorat tarozilari haqida batafsil ma'lumotlar taqdim etildi. Asaka tumanida esa murojaatlar eng ko'p yo'llangan hududlardan Namuna, Bo'ston hamda Elashqipchoq mahallalarida aholi vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Namuna, Bo'ston mahallasidan 79 ta, Elashqipchoqliklardan 41 ta murojaat tushgan bo'lib, ularning sabablari va yechimlari haqida so'z yuritildi. Bizning Hududgaz Andijon gaz ta'minoti filiali tomonidan kelib tushayotgan barcha murojaatlar o'z vaqtida o'rganilib, ularga ijobiy yechim topilib yoki bo'lmasam mana shu murojaatchiga tushunchalar berilish asosiy maqsad qilib olingan. Chunki bilamizki, har bitta murojaatda ostida qaysi bir yurtdoshimizni taqdiri yotadi va ana shu o'z murojaati orqali o'zidagi bor muammoni hal qilishga intiladi. Mana shu murojaatlarni o'rganish jarayonida bizning Hududgaz Andijon gaz ta'minoti filialining direktor o'rinbosarlari bevosita joylarga chiqib, aholi bilan uchrashib, ularning fikrlarini o'rganib, muammolarni o'z vaqtida, o'z joyida bartaraf etishni ham maqsad qilishgan. Mana shu munosabat bilan bugun Izboskan va Asaka tumanlarida Elashqipchoq, Namuna, Bo'ston, Izboskan tumanidagi Elatan va Solboshi mahallalarida fuqarolar bilan uchrashildi. Ularda mana shu suyultirilgan gaz ta'minoti borasidagi fikrlari tinglanildi. Muammolarning yechimi borasida tavsiyalar, tushunchalar berildi. Mana shunday uchrashuvlar barcha o'rinbosarlar, mutasaddi xodimlar tomonidan joylarda navbati bilan o'tkazilishi davom etmoqda. Soha mutaxassislari tomonidan bu boradagi o'rganish ishlari hududlarda sinchkovlik bilan olib borilmoqda. Shu tariqa yuzaga kelgan muammoli holatlar o'sha yerning o'zida hal qilinmoqda. Bunday sayyor qabullar belgilangan jadval asosida barcha shahar va tumanlarda tashkil etilmoqda.